Halkım, aylıksız, kefilsiz, birlamchiye 100% remontdan chiqqan, lifli domda, karush domda, to'pli pul bo'lgan, aldenni gazi bor, shavatni bo'yinda. Xudo xolasa tez kunlarda chiqarib beraman, remonti bitsin. Qaranglar, bu yerda tok ishlari bo'lib turibdi. Registrlar qisilgan, kafellari qisilgan, 2 balkonli, yani lüstran qistirib, taxlab, düzib, döşeb. Berimiz sanuzel. Gördünüzlermi? Berimiz aşxonamiz. Aşxonamizda mebellar qo'yiladi. Gaz bor, dinli kelib turibdi. 2 balkoni bor. Balkonam 3 metr bor buni. To'pli puli bor. Atachin to'g'riladi. Ish qilib har xil variantda chiqarib beramiz, xudo xolasa. Xorazm uy-joy kvartira profilinda Roza ayında kimki roza tutturgan bo'lsa, niyatlarına yetsin, duaları icabat bo'lsin. Uy olaman deb niyat tutturganlar hammasini xudo xolasa yetirsin. Xorazm uy-joy kvartira profilinde bo'ladi. Nomerlarimni Instagram'a girsangizlar chiqadi. Poisk bersangizlar Telegram'a girib Xorazm uy-joy kvartira deb poiskdan chiqadi. Asa sog'inglar, salomatinglar. Tayyorlanib turinglar, tayyorlanib. Dim kam lekin mening kvartira chiqarjakim. Sanaqlab 2-3si bor. Shularni chiqarib, kimga nasib etgan bo'lsa, shunga beramiz. Albatta videosini ham qo'yamiz, xudo xolasa. Aman bo'linglar.